Assalomu alaykum. Xush keldinglar. Mana bizniki bu mayillarimiz oldingi bosqichda bizga nihoyat yaxshi numorlarni ko'rsatgan mayillarimiz. Xo'sh, o'zinglarni yana bir televizion ekrani oldidagi qarindoshlarni tanishtirib o'tinglar. Ating kim? Isming? Atim Batir meniki, Marlen. Qayerdan kelding? Almaty, Qozog'iston. Qozog'istondan. Oldingi marta bu ikki mayilimiz bir-birisi bilan nihoyat yaxshi sherik, kuch mahoratlarini ko'rsatgan. Bizga bu qatim qanday numar olib keldi? Bugun kichkina o'zgacha o'tdan ko'rsatdik. O't bilanmi? Oldingi mahoratini bu qatim o'tni qo'shib o'ynaydigan mahorat ekan. Bu intayin xatarlik mahorat aqishan. Bu uzun yillik mashqning javhiri. Biz sizlarga utqomat tilaymiz. Lekin bu qatimgi martada bizniki Uyg'ur qarindosh o'zinglarniki qarindosh singilinglar, ininglar bilan birlikda musobaqa xarakter tushdik. Bu musobaqa emas, qanday raqib emas. Bu bir do'st, o'g'inish. Bu sizlarniki ortiqchiliklarni bular o'g'indi, bularning bo'lsa sizlar o'g'inisizlar, o'zaro o'g'inish ko'rsatdi. Shuning uchun natija qanday bo'lishdi qat'iy nazar sizlar o'diqmay o'z talantinglarni to'liq namoyon qilishinglarga tilakdoshman. Sizlarcha bu qatim bizga qanday numar olib keldik? Davaz marti. Darvozlik ma'yibdimi? Va, mana bu inishinglarimiz bizga isil davaz marti ko'rsatdi ekan. Unda qo'sh sizlarga istiqomat tilaymiz. Mana bu akillaringlar bilan bu qatim musobaqaga tushirgan bo'lib qoldinglar, lekin bu qanday musobaqa emas. Baliq ustozlar va televizion ekrani oldidagi qarindoshlarimizga o'z talantinglarni to'liq namoyon qilsanglar, mana bu shuning o'zida eng cho'ng natija. Biz sizlarga istiqomat tilaymiz. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, ustozlar, ekran oldidagi ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Biz Xinjiang Yoshlar adil darvozasi san'atiga varislik qilish markazidan kelgan o'quvchilar bo'lamiz. Biz oldingi qitim sizlarga bo'shliqdagi mahorat numerini elib kelgan edik. Bu qitim sizlarga darvozalik mahorat elib keldik. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Rahmat. Kızgın alkış alırız bu güzel kızımız başına. Hoş, balıkçı ustazlarımız ve tamaşbıllar. Bizimki bu mahallelerimizin davazlık maharetini orada şu boyaga dar üstünüzü tartış mümkün bulmadı. Şunun için bulanın maharetini biz sırtta suratga almoqchi barliq qarindoshlarimiz ekran orqali balıkçı ustazlarımız bulanın maharetini ko'rib baho bergan bo'lsanglar. Bizga mumkin bo'lsa mayadan necha bayam aytgan bizning necha yosh oldi tarafdagilar chapronlarni kiyib darhol sirtga chiqqan bo'lsanglar bizning ko'rinishimizga naq maydon sizlar şahit bo'lib bergan bo'lsanglar marhamat. Cho'nglar chiqib bo'lmaydi. Oldidagi necha yiratdagi odamlar yoshlarmi? Ayyaniki yoshlarmi Xinjiangda shirk kelgan yosh bolalar chiqinglar sirtqa.
Hürmetlik balıkçı ustazlar ve televizyon ekran aldığı karındaşlar. Hani bizdenki yeni saati kelgen mahirlerimiz hazır sırtın havası nölden tüven 10 Celsius gradusluqda nefis kiyimler bilen suğa karmay öz maharetlerini toluq namayaqlıq için mana bu palada maharetini orundamakçı biz bu mahirlerimizdeki bu gayret şicaetiga aferin etmay turolmaymiz. Qani hammamizning diqqati bu mahirlerimizning davazliq maharetleri olsun. Merhaba. X-Pass qayerda mamdiki? Hoy.
Sılık aya. Assalomu alaykum, Urumchi qalasi. Mening atim Batır. Mening atim Marlin. Biz qaytadan sizlarga kelib turmiz. O'zlaring chiroyli qalaringga qalamshular. O'ta quvonchdimiz sizlarga o'z o'yinimizni ko'rsatingga. Birinchi turda o'tgan joyga yetamiz, endi ikkinchi turda o'tamiz degan umiddamiz. Bizning nomerimiz bugun o'ta erishki, oldinda avval gimnastikasi bo'lsa, hozir bizga otben o'ynab ko'rsatamiz. So'nduktan tek qana alg'a. Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar Mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Есім Батыр Болат, және Марлен. Қазақстаннан келіп тұрмыз, Алматы екінші рет. Сол өз өнерімізді бүгін кішкене ерекше көрсетейік деп жатырмыз, отпен алдыңғыдан гөрі. Қабыл алыңыздар. Assalomu alaykum, ismim Madlen Batur. Қазақстанның Алматы шаарынан келдік. Бүгінгі алып келген номерimiz От алайда махараты. Qabul qilishinglarni umid qilamiz. Hoş, merhaba.
Yuqorida biz bu ishga guruhdagi mahirlarimizningki mahoratlarini ko'rib, bir tarafdan shunday hayajonlangan bo'lsak, ham bir tarafdan hayron qoldik, faxrlandik, suyundik. Rahmat sizlarga, opirin sizlarga. Mening shu topda baholag'uchi ustozlarimiz sizlarga baho berishdan burun shuni so'rag'im kelyotdi. Oldi bilan Nurimangul, sizning raqobatchingizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Bu musobaqada mayli u yoq ustun, mayli biz ustayli. Her ikilimiz kelishden burun ularmı tirishqandı, bizmi tirishdik. Bu bir musobaqa emas. Şu biz ularning ortiqchiligini bilamiz, ular bizning ortiqchiligimizni biladi. Shunday qilib. Shunday qilamiz. Rahmat. Sizlarning Ko'p rahmat. Aslında ko'p şapalaq qo'shtab turganlarni. Biz endi kichkina o'z barcha өнерimizni ko'rsatdik, tirishqanimizcha. O'ylayman senlarga unadi. Unamasa biz tirsamiz tag'i yaxshi jasovga. Rahmat. Menimcha bo'lganda har qanday bir odamda yaxshi pozitsiya bo'lish kerak deb o'ylayman. Xo'sh, hurmatli baholag'uchi ustozlar. Bu ikki mayırninki numaralarını bayatın evimiz körüp turuptumuz. Aldı bilen, ben bizden birinci gördük ki mayırlık desem, bunu hem de şu yelin kiyim bilen, şu dağının töpüde meniş emez, iki taraf turuştuğun özümü asan emez. Onun üstüge başka kıyıllık derecesi şükürü maharetliğin bir neçini kösetti. Ben onu hem de ekranda çıkıp atkandıkken depçürüşümden ornu yok. En mühim ta'kidlaydigan bir narsam, bana en yargı yeri egiz başlık ayağı bilan dağının üstüde Polat, simning üstüde meniş asan emas. Demek bu kızımız bana aladı, kılaladı. Ben bularga texmi utuqlarni tilayman. Rahmat. Endi bu ikki mayrimizga kelsak, bu ikki mayrimiz oldingi qitim bu nihoyatda yaxshi nomerlarni olib kelib ekan, bizni shunchalik so'yindirgan. Bugün gerçi belkim o meşalning tepede ot buluş gerekti. Lekin senin şarayet yar vermegelik sebebinden boz gerek. Ot uçup kaldı. Emniyette müşünçilik küçükkine severlik mi bulması gerekti. Buludu. Ben bunu kövmegen bulay. Her işkilerden mağartı birbirinden kılışmaydı. Şuna ben her işkilerden birden bile taşıldım. Rahmat. Şu tadımanğan yağı men birinci qatta igiz başlıq ayaq bilan mağını görüşüm. Bu hazır gen qış vaqti hem talada azaq tulsa bu tümürgen teyilğaq buldu hem. Men şu endiş qılğantım şunda yaxşı mağdı, ondan mağdı. Rasla qılaldı. Bek ondan mağdız. Yeni bir sebep bula kelgende men bu ikisi men şundaq yaxşı. Bizning ma o nima Qozog'istonda mı? Ha. Qozog'iston bizning qo'shni dövletken, o şunda yaxşı oynayınlar. Adette bu başta işkinler mında kalıp bir-birisinin beşini tutmakma oğay emas. Hem kolunu koyup atkan gap. Adette bir nez mında tuğuşma kolunu işte tutmaydı. Bu hazır baştan tövbede başta nim kıp teyilip tutduğunlar, şunda yaxşı nim kıldığınlar. İşkinlerinin rastlı degендek bir-birisinin kılışmaydı. Ben işkinlerine bilet verdim. Rahmat. Ben bu balamның gepini anglap baqqım kelyapti. Hazır xiyal nimidi? İsming nima o'g'lim? Hüseyinjon. Sen voy xil jonliq kelsan go. Ha, yaman miskin turgandan mening sen bilan paralashqim kelib qoldi. Ro'qliq tura. Bizden mondiş olamısınız çıkıp dururlar. Ro'qliq tura. Eng avval müştarının üstüde bayı sırtımanğanlığınlağa ben bir hürmet bildirme. Çünkü sanat degen aşındaq güzel narsa. Sizler özüңlarning kasbini cinidan artıq söygen boğaşqa, şuncha nepiz kiyim bilen muşu soğaq günde darının töpsüde yeni xalq üçün xizmet qilish, öz kasbinglarning hürmetini qilish süptüde pozitsiyalarni bek yaxshi bek astoydilliginglarni ifadildinglar. Eng avval sizlarning pozitsiyalarga apirin. İkinciden, bayağı ben bu Nurimangul kızımızın degan gepidan shundoq ta'sirlandim. Nima gepinglar bo'lsa bu sahna men faqat musobaqa degan bo'lib turdi. Har qanday sahnada musobaqa davomli bo'ldi. Faqat men xalqning ortiqchini o'rgangili keldim degan bu eng yaxshi pozitsiya. Yaxshi odamning isilligi.
Bu isillikni görüp men iki isillikten meni tesirlendirdinglar. Bununla resmi hürmet bildiriş gerek, hem bilet beriş gerek dep oylayman. Sizlerge biltimni berip oldum. Әмді Батур, Марлен, sizlermi barlıq tırışçalığınlarını kösetdіңlar. Мен sizlerinin artıqçılığınlarını mən intayın yaxşı gördüm. Çünkü sizler orluğa vaxtınlarda muzikvili boğan birikişinler bek yaxşı boldu. Birleştirişinler. Səhnedeki ruhi cəhətdeki ifadilişinler mi yaxşı? Anandaki boşluq tuturup maharet etbağa vaxtda bu inimizдің beden şekli bek çıraylık. Yedi toxtuğa vaxtımı intayın yenek aleti toxtudu. Bunun hemisi şu məşiqdən kildiğen nerse. İfadələşinin özü hem de nuqsansızlıq buluş gerek diyene təkitləyimiz. Her vakit. Fakat mening sizlarga qo'ydigan bir talabim baya nima gapinglar bor deganda do'stlikni birinchi o'ringa qo'ysanglar, shunchalik kichik inilaringlardek, singillaringlardek ikki bola sizlardan o'rganish qilamiz, aqllarimizdan o'rganish qilamiz dedi, balkim tilni tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu sizlarga bildirgan bir hurmat. Her vakit sizlarni o'zining ustozi, aksi, onun ustiga men bu yerda sizlar bu aqllarim degan mehmon, shuncha jiroq yerdan kelibdi degan hurmatni sizlarga bildirdi. Sizlar izzat qilishni ancha-muncha o'rganib qo'ygan bo'lsanglar bek yaxshi bo'ladi. Haqiqatan yaxshi. Badanning tangpunligi, bo'shliqdagi go'zalligi bularning hammasi muzikali bir kishi ifodalashi. Lekin ancha-muncha birlashgan vaqtlarda men havoning egis pastligidanmi ba'zi bir nuqsonlar ko'rinib qoldi. Shundoq bo'lsa, sizlarning nomeringlar menga yerdi. Men sizlarga bir nomer beraman. Rahmat. Nurimangul qizim Hüseyncan. Oğlum. Mana sizlar shunchalik so'g'oqda shunchalik yaxshi mahoratlarni o'rildinglar. Ham bu so'g'oqda badan nima bo'ldi-chu, bu qatidan keyin payla asosan bir kirish bo'ldi nimada. Keyin abayim deb o'tdik. Sim mushu nimada azraqlam to'nlagandan keyin buningda turishning o'zi ba'zirga egiz boshliq odatdagi mush utak bilan turish buni aytib ta'samda hozir ko'rdi. Bir Hüseyncan yana bir mayının üstüden simning üstüden taqlab o'tgandek hareket nayt chiroyli shu so'g'oqda shunday yaxshi o'rildinglar. Nurimangul qizim siz mushu bir necha bilimlarda qatnashyapsiz. Her rengarang yeniliklar bilan yana o'zingizning eng yaxshi bir mahoratlarni ko'rsatib bizni nayt hayran qoldiryapsiz. Mening tilaydiganim mushu mana bugun ta'sirlandik sizlardan hech qachon bir mag'rurlanmay bütün o'zinglarda bor ortiqchilikning hammasini ko'rsatish uchun tirishsanglar. Chunki sizlar bizning notlarimiz, umidimiz. Bugün mana siz egiz pashinlardan chiqib mingyapsiz. Egiz pashinlik oyoq bilan ham da oyada. Bunun qiyinlik darajasidan qanchalik yuqorligini tomoshabinlar biz demasakmi ko'rib turibdi, biz hayron qoldik. Bizning Qozog'istondan kelgan mahirimiz Batur, Marlen, sizlarningki mushu hareketni rahat ulash, hareketning ulanishida bularning bir-birisiga hareketler shunchalik rahat ulangancha nimalarda. Andan keyin bu yerdagi yana birisi Baturning bir o'zining temponlik bilan ba'zi tarazini o'zini saqlab turish bilan birga Marlen o'zi bir qo'li bilan o'rlagan mahorat intayin yaxshi, nayt muvaffaqiyatlik, nayt pokiz, yaxshi o'rildinglar hareketlarni. Andan keyin bizning yana deydiganimiz Marlen sizdinki hareket işlevotgan vaqtingizda masalan Batur o'zi mana nayt yaxshi rahatchilik berib yaxshi bir ifodalash bilan ifodalayotdi. Chunki bizlarning qiyinlik darajasi yuqori bir mahorat. Ifodalagan vaqtida texmi bir yangi bir hissiyat bilan her bir qatim kelgan harakatinglar yep-yangi kelyotdi. Ifodlashnimi xuddi yangi harakat kelgandek ifodalab birlashtirib olsanglar bu texim yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Shuningga bugungi muvaffaqiyatlik ikki guruhining o'zinglarning eng yaxshi mahoratlarini o'rlaganliklarini
tabriklab, har ishki guruhiga men birdan bilet beraman. Rahmat. Mübarek olsun. Sizlarni qutlaqlayman. Yuqorida bizning baholg'uchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikr berishi asosida bizning har ikkili guruhdagi mahirlarimiz to'liq biletga, ya'ni 4 biletga erishib keyingi bosqichga tamoman o'tib ketdi. Sizlarni yana bir qatim qutlaqlayman. Mübarek olsun. Demisimi bizda mundaq bir gap bor. Bizda o'zingni boshqalarga emas, tunugunki o'zingga selishtir deydigan gap bor. Shuning uchun sizlar har vaqt o'zinglarni chiniqtirib, o'zinglarni kuchlantirib, keyingi bosqichda texmi yaxshi bo'lgan nomerlarni olib kelib, mana shunday to'liq bilet soni bilan keyingi bosqichda o'tib ketishinglarni chin ko'nglimda umid qilman. Istiqomatlar yor bo'lsin sizlarga. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yana bir qitim sizlarga tashakkurimizni bildiramiz. Mushu sahnada, mushu mahoratlarni ko'rsatish jarayonidagi bir yurak so'zinglarni, hissiyotinglarni anglab baqsaq bo'lamdi? Menga vaqtda tanshak tutgan qo'lim faqat sezim qolmadi. Ammo so'g'aliqdan, ammo talentimni yaxshi joriy qildirish uchun chidab harakatim to'liq qilyapti. Ammo shu havoning bugungi kunda so'g'aq bo'lishiga qaramay, qiyinchiliklarni o'zingiz g'olib kelib, qiyinchiliklarning ustidan o'zingizning shu orzu nishonlaringiz uchun yana bir qadam olg'a ilgariladingiz, shundaqmi? Sizninkini anglab boqamdi? Men bu qitim manganda simning ustiga muz tutgan shundaq jabaliq bo'lsa menga talentimni joriy qildim. Biz o'ta quvonchimiz, aslo o'tganimizga o'ta rizo bo'lib turmiz. Rahmet olsun Urumchi xalqina, oslar bizni qo'llab, qo'llashayotganlarni. Endi 3-turga tag'da yaxshi dayondalib kelamiz, buyursa, Alloh buyursa. Rahmat. Mana bugun bizning sahnamizda baholg'uchi ustozlarimizning qimmatli baholarini anglagan ekan, har ikkili guruhdagi mahirlarimiz 4 bilet bilan bizning 3-bosqichimizga muvaffaqiyatli qoldi. Qadam qo'ydinglar, sizlarni qutlaqlaymiz. 3-bosqichda hammamizni yana bir qitim hayron qoldirgudek, noyati esil, yaxshi nomerlarni sahnamizga elib chiqishinglarni tilakdoshlik bildiramiz. Bulamda sizlarga qutlaqlar yor bo'lsin, omadli bo'linglar. Rahmat.我是特技王宇，上期我们已经见过面了，这一期给大家带来的特技绝活，玩得更加的精彩，挑战性的，希望大家能够喜欢，自我能量，加油！哦，你好，你好，朋友，你好，介绍自己。大家好，我叫吴德志，来自山东。大家好，我叫王宇，来自于河南商丘。欢迎你们来我们丝路达人数栏目，一定要成功比赛第2，友谊第1。好，一定要成功。Sabiyle markasındaki kolaylık ülgürle mahirlarga davet dileydi. 摄影平老师，你们好，大家好，我是来自于河南的特技王宇。这一次呢，带来2个特技，依然是第1个节目呢，是一个挑战性的、挑战肺活量的一个节目，就是兄弟要用2个汽车的内胎，我用2个鼻孔的吹气。请上3位朋友，他们用3个高压气筒打我们来个 PK 比赛。来，首先，先让我们的老师检查一下。 Bunu da söyleydik de bu. Çıkak çiğgensiz olsa bunu bilen bu yaman kim hava? Yalikay mı? Yalikay. Ni kalıp mı? Kırtırmaz mı? Yalık mı?
Bak lan, yalikayı. Yalik olmasa o bunda malın kuş pekemen ki. Siz itvasınız kuçamıdan. Bunu kör bakala. Bu bağırsak cın talat. Talat var deyimiz. Üç adam bir yıl vurdu iken. Oldu. Yetipti Allah, yetipti. Cumbe halı teş. Ye. Sen. Baştanla. Aşağı karab durğaysınız, bu işler orgatlarlıkına korktu. Mayaman çıktı mı o? Mana? Tam o kalan takdım bir adamda. İyi. 4 5 6 Orunla. Durunla ya. Çıkın. Üç yerde mava. Bu ama bundan. Abi şunası töteylin bu da bu musa? Bumuz. Biz yardımcı. Ma küçükrak baldı. Abi şoför degendek. Ma bir bala çıkıp mışlı vurğuzga maksız. Çoğ maşını yalırdıgan bala bu mumsa şu. Malı közde suç açkan şu mu? Yaşamaz çıktı vardı gözden. Benim kızımdan da yeme. Şağırıp mı? Ya kalık bir kısmı kupça.
机前面的观众朋友们，大家好，我是上一期的水晶球王子大志。这次的 PK 赛我又回来了，我给大家带来的是全新的我，不一样的精彩。希望大家关注新疆卫视的《丝路达人秀》，谢谢。Səbiylə markasındakı qolaylıq ügürlə mahirlağa omad tilaydi. 四位评委老师好，现场的观众朋友们，你们好。我叫吴德志，接下来呢，给大家带来的这个节目呢，是一款新颖、视觉超越的一种艺术感。它在杂技中呢，叫做杂耍，希望大家能够喜欢。
hurmatli baholovchilar, bizning ichki guruhdagi mahirlarimizdan Wu Deji bilan Wang Yong o'zining alayda mahoratlarini nihoyatda muvaffaqiyatli tamomlab tugatdi. Qani baholovchilarning baho so'zini anglaylik. 王董吗？王宇，吴德志啊，今天表演的确实挺好的，今天这个3个你们旁的人比赛打气，而且是你刚拿鼻子打的对吗？我挺满意你这个节目，就是前次就是挺那个用力的，我就这样吧，给你投一个票。Rahmat。你吴德之啊，而且是你节目是刚是就是那种表演了一段时间了，已经1年了已经。这是个自己刚做的一个道具，属于那个激光的一种，以前用的是那种不发亮的。对。不少，这个节目也是就是已经看起来这个舞台效果确实有一种那个就是怎么讲呢，我也表达不出来，而且是我也挺喜欢。我这样子吧，给你们2个都投票了。Rahmat Umar efendim，祝贺你们获得了1张票。谢谢。祝贺你们。王宇，王宇，在达人秀的舞台上第2次见到你，非常高兴，而且让我兴奋的是，你有带来那么好的节目。让我们看得心服口服，不投你1票是不行的，因为你的节目在这儿，2选1的话，不好意思，吴德之，我只能选王宇。Rahmat Xayrullo xonim，祝贺您。王宇，bizning mahirimiz bugun ras bir talantın birini ko'rsatishdi bizga. Abay bir yo'g'on bir balvacho chiqqan. Bu bola cho'ng mashinga yalvurdigan bola burni cho'ng mashina edigan. Shundaq kichik bolalarmi, 3chisimi hozir 4 odam deymizda, ma Wangyu o'zi burnida shu yelni bulardan oldida hatto ani to'ldirib sharni yeribatdi-chu. Bu favqulodda mana bu talant. Anamdan keyin bugun yana bir qatim bu burni bilan sutni ichib ko'zi bilan chiqargan martini yana bir qatim namoyon qildi-chu. Mana bu bizning shu talant saknisidagi haqiqiy talant nomerlarimizning, mayllarimizning biri. Men Wang Yuga bir bilet tashladim. Bu mayrimiz endi bu bugun bu mayrimizning ko'rsatgan nomeri favqulodda bir nurlari bor, bir diskotekdek elida buning sharoit alaydi yaxshi elida aytdi bir jonliq bir chiqadigan nomer ekan. Shuni anglashga bugun Wang Yuning nomeri haqiqatan bizni qayliqlik uchun Wang Yuga men bir nomer berdim. Bu da men nomer beraman. Rahmat Asqar efendim. 祝贺你又获得了1票。Wang Yuning bayatım artık gördük. Bununla meni artık gap qilishimning zarurati yo'q. Chunki bayam boshqalar deb ketdi. Vudojiga kelsak, buning mart o'tganda bir shar o'ynatgan. Bu asosan qo'l marti ekan. Budaqa martidimi? Men diqqat qilsam, buni anda peqirtib o'ynatishning o'zimi xali saviya talab qilgan harakatga. Uning ustiga men keynida mush qattiq o'g'oqniki rasmiylik yumshoq qurtdak shu bir-bir giralishib yumshab ketganligini ko'rdimchu. Mushummo o'zining qo'lning maharati bilan chiqayotgan narsa amaliyotda o bayatning qo'ldagi o'g'oq unchalik yumshoq narsa emas. Demak, bu bizning ko'rish sezgimizdan foydalanib turib shu akraldi bizni. Bumi bir talon sahnamizdagi bir yangilik. Shunga men har ikkilarga birdan bilet tashlayman. Rahmat Abdukarim efendim. Rahmat. Mana ko'rib turibdimiz, bizning baholovchi ustozlarimizningki baholarini anglagandan keyin mahirimiz Wang Yu 4 bilet bilan utuqliq holda bizning 3-chi bosqichimizga qadam qo'ydi. Wang Yu 祝贺你得到了我们4位老师的4张通票，顺利通过了这一轮比赛。希望你再接再厉，在第3轮看到你更加的精彩的表演，好吗？好的。好，吴德之获得了2张票。谢谢老师。有什么感想？感谢各位老师的支持和鼓励，然后我会继续努力的。谢谢各位评委，谢谢各位老师，我会继续加强练习，继续努力。谢谢大家。
也谢谢你，继续加油好吗？谢谢。Rahmet bahalı ustazlar。欢迎你们来到我们的丝路达人秀栏目的第2轮筛选赛。刚才在舞台上看到你们的精彩的表演，我们在台下也非常的激动。王宇在第2轮比赛当中表现得非常好，顺利通过进入了我们的第3轮比赛。在表演当中，您有什么感受？能跟大家一起分享一下吗？在舞台上一边表演的时候有什么样的感想？感受就是有一点激动，害怕到时候表演的不太好那种，表现不太好。这个还是害怕把自己节目演得不够出色，不够优点那种，不够漂亮。给自己打多少分？打上80分嘛，应该。吴德之今天在舞台上我觉得也表现得特别好。您有什么样的心里话跟大家一起说，跟大家一起分享一下？感谢呢丝路达人秀，感谢呢观众朋友们，也感谢评委，然后谢谢大家的支持和鼓励。我会继续努力的，谢谢。我想问一下，您有什么样的一个愿望来参加我们的丝路达人秀栏目？有什么样的心愿呀？就是希望在达人秀中能够得到好的评价，然后让自己呢更优秀、更努力、更前进。好的，我觉得你的这个愿望已经实现在我们的舞台上了，已经走到今天也不容易。第2轮比赛当中我觉得得到了老师们的非常好的一个评价。台下10年功，台上1分钟，还是重在参与，好吗？希望你也再接再厉，继续加油，继续努力。好，谢谢你们，祝你们一切顺利，谢谢。Менің есімім Ләззат, менің атым Жадыра. Біз сіздерге екінші турға жаңа шоуымызды ала келдік. Таңғажайып сыйқылы шоу, тамашалаңыздар, қолдаңыздар. Көп рахмет. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hoş geldinler, hoş. Özünüzü bir tanıştırın. Саламатсыз ба, менің есімім Ләззат. Менің атым Жадыра. Kazakistan'dan mı? Ya biz Қазақстаннан Алматы қаласынан келдік. Hoş geldiniz. Hoş. Менің есімім Мадлет. Менің есімім Абай. Biz de sizlerге Қазақстаннан келдік, өнерімізді алып келіп отырық. Rahmet. Mana bu qarindoshlarimiz oldingi navbatda bu yigitlarimiz kuch, sherik mahoratlar, shundaymi? Mahoratlarni ko'rsatgan. Mana bu qizlarimiz bo'lsa bizga kiyim almashtirish, sergarlik mahoratini o'ynagan. Bu qatim yana qanday mahoratlar keldi? Бұл жерде де біздікі ұқсас, костюм алмаштырамыз, басқа. Bo'ldi. Oldingi martaga o'xshashlar. Mana yana kiyimlarni almashtirish, yana mahoratlarni olib kelibdi. Sizlarmi shu yana? Biz de өзгертіп келдік, жаңалатып, костюмымызды ауыстырып, басқа образда келдік уже. Barikallah. Onda qo'sa sizlarga utuq omad tilaymiz. Bu qatimliq bizning bu musobaqamizda, bu qatimgi bosqichda hamda ikkalinglar o'zaro bunda musobaqa xarakter tushirgan bo'ldinglar. Bu qandaqdir musobaqa emas. Bizga do'stlik muhim. Sizlarningki bu sahnamizga kelganinglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. O'sha kelganinglarning o'zidan bir g'alaba. Shuni o'zi utuq. Sizlarga utuq omad yer bo'lsin. Utuqmay o'z talantlarini to'liq namoyon qilib, bog'lovchi ustozlarimiz va televizor ekrani oldidagi tomoshabinlarimizga eng esil numaralarni hadya qilishinglarga chin qalbimdan tilakdoshman. Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, әділ қазылар алқасы. Біз сіздерге Қазақстан елінен Алматы қаласынан келдік. Бірінші турда сіздерден өткен болатынбыз. Қазір екінші айналымға жаңадан костюм шоуды ала келдік. Менің есімім Ләззат. Менің есімім Жадыра. Hurmatli tomoshabinlar, biz birinchi turdami
өткен. Бүгін біз киім алмаштырыш мәхәретін еліп келдік. Менің ысымым Ләззат Жадыра.
Assalamualaikum құрметті көрермендер. Менің есімім Абай. Менің есімім Мадлет. Біз сіздерге екінші айналымға жаңа тұрғыда өнерімізді алып келіп отырық. Соны тамашалаңыздар. Біз екінші айналымнан өтеміз деп үміттеміз. Бәріңізге рахмет. Сәбилә маркасындагы қолайлық үлгілер Mahirlarga omad tilaydi. Ассалаумалейкум. Есімім Мадлет. Есімім Абай болады. Біз сіздерге Қазақстаннан келдік, өз өнерімізді алып келдік, тамашалаңыздар. Мәрәмәт.
Yuqorida Lazzat korpusidagi mahirlarimizdan kiyim almashtirish mahoratini ko'rib shunchalik hayron qolgan bo'lsak, Abay korpusidagi mahirlarimizningki bo'shliqdagi harakatlari, shundaqla mahoratlarini ko'rib shunchalik xush bo'ldik, xursand bo'ldik. Xo'sh, undaqda sizlardan yana shuni so'rag'im kelyotdi. Lazzat, sizlar bu kiyim almashtirish mahoratini o'rgangan qanchalik bo'ldi? Men transformatsiya жанрын kiyim almashtiruda жасап жүргеніме 15 жыл болады. 15 yıl. Men meşq qilib жүргеніме 15 yıl bo'ldi. Осыдан 4 жыл бұрын мен сестрам, өзім әпкеммен бірге жұмыс істедім. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін қазір өзім шығып жүрмін. 4 yıl burun adam bilen meşq qilgan, o kishi hamda qaytish bo'lib ketdi. Undan keyin o'zim meşq qilyapman. Kiyim almashtırıyotgan 15 yıl oldu da. 15 yıl aldı kiyimni almashtırmay birini kiygen mi? Xo'sh, undaqda Abay korpusidagi mahirlarimiz sizlarga qanchalik bo'ldi? Bizga 7 yıl oldu. Olsa sirk önерinde жүргенimizge. 7. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, undaqda baholg'uchi ustozlarimiz, sizlarcha bu ishga korpusdagi mahirlarimizning mahorati qanaqroq bo'lgandi? Lazzat korpusiga kelsak, o'tganda men azroq bir narsa degan. Sizlarniki surat sal ostib qoldi, ba'zida sal chenib qoldi deb degandim. Lekin maqitim haqiqatan bular astoydil tayyorlab kelibdi. Bir qitim sal chenib qolay deganni hisob qilmaganda, qolgan jihatda surat yomon tiz. O'zingiz bilsangiz shundaqmi? Qolgan jihatda nihoyat yaxshi. Uning ustiga surat bek tiz. Sizlarning mahoratga shunda surat tiz bo'lmasa, bu tomoshabinlar qoyil olmaydi, hayron qolmaydi. Bu ishga kelsak, bu ishga kelinmi boshdan oxiri chiroyli yaxshi o'rlab keldi mahoratni-chu. Uning ustiga bo'lgan mahoratda gap yo'q. Bularnikida chaqalliqni mashq qilsa, bularnikida kuchli mashq qilmasa bo'lmaydi. Uning ustiga bek kuch ketadi. Bu ishga kirishsak. Sizlarmi bir yerda xil obdalla ketib qoldinglar. Asli boshdan oxir yaxshi bo'lsa, texmo obdan bo'lib ketdi. Qo'rqmanglar. Qolgan yerda sizlarning kim hamda bu haqiqatan bir o'g'ilvolga loyiq qilib kuch talab qiladigan, bir jasorat talab qiladigan harakatlar-chu. Hamda menga har ishkilinglarning kim maharati yardi. Muborak bo'lsin. Mening taklifim bo'lsa 4 tonli qo'l tutishib, men Qozog'istonda birga kelishimni umid qilaman. Har ishkilinglarga birdan bilan tashildim. Rahmat. Rasmada kiyim yengishligan chada ras burunqidan bek yaxshi. Ado oldin navbatda necha yerda so'rilib qolganlik yengishligan kiyimlari. Yig'ishtirib planmaylik sanglab qolib qolgandi. Endi siz hozir o'rgangili 15 yil bo'ldi dedingizmi kiyim yengishligilar? Endi bizning nimga bizga kiyim yengishligilar 50 yil oldi endi. Oy. Sen ras bir akça falan var, 30 yılda keydin ras. Ondan sen 50 yılda bir to kiyim bilen жүрген bilen biz kündül kiyim yengişleyimiz. Bizdeki gezi. Şunda yaxşı. Endi ma o kiyimni almashtirishimiz şu burunqidan elqamda bilek devletlerinin mi çıktı sizden bilek. Kim buluş bu 3-4 mi? 3-4 devletinin keldi deyim mi kiyim yengişleyiş? İşte oldu. Bu men bekarda rasla. Yeni birisi sizlarga nimqanda buningga rasla kuş. Hammasi kuş. Bunun kuş olmasa faqat olmaydi. Ay bir yerdan alqi abal yugurgan qo'lni bilan alqi putunni arliqda alqimida kuttirib molla qatqizdigan yerda shu yerda kuch yamay qoldingizmi? Shu yerdan bir qator ketib qoldingiz. Qo'rqib qoldim deydi. Shu yerda qo'rqib qoldim dedingiz, shunami? Qo'rqqanmidingiz? Uchada nim bo'lmay qolib qoldi, chaqalliqda bu kuch yamay qoldingiz. Siz tashada nima qilib o'tgan bo'lsangiz, kendil nim bo'lib, uniki nim bo'lib ketdi. Şu yerda qo'lni shu chaqda kuch yalgan bo'lsang, o'z patilini mollaq etib, g'albilik bo'lib ketdi. Shu bir yerda yaxshi olmay qoldi. Qolganlarda o'ynagan futbol ishkinlar harakatlanib qotdi yenik. Bunda eg'ir mana kuch yashaliqi nima yo'q. Shunda yenik bugundagi ma o'ynagan nomerlaringiz. Men ma ishkilanliga nomer tutib beray. Rahmat. Bizdeki Kazakistan'dan
din kelgan mahirlarimiz, asasen kasbiy mahirlarchu. Bu mahirlarimiz mushu kelgan vaqtida bularning tayyorlik nihoyatda yaxshi. Yana birisi mushu talant sahnasiga astoydil muomala qilyotdi bu mahirlarimiz. Bizningki lazzat Jandira, Jadira. İşte mayırımız. Sizlerinki aldığın qatımda kelgende, mesela kiyimning rangları, ananki türümü nayte yenilik qilib bir qo'shib kepsizlar her tarafdan. Yenilik var kelgende, her tarafdan hamda yaxshi tayyorlik bilan kepsizlar. Hamda bizningki Abay gruppasidagi yigitlarimiz Marlin, Abay. Hamda sizlar bir qarasang bizning qadimki gladiatorlar turayotgandekda, yana bir qarasang yaylaq boturlari bular bir kuchtingirlikni ko'rsatayotgandek. Hamda sizlarning alaydilikda, ishkinglarning alaydiligi bu ishki biz oldin qatimni ishki mayini ko'rdik. Bularning havodagi aylanish nihoyat yaxshi. Hamda sizlarning alaylik qaysi desam, Abayninki tuvan bo'shliqda bu aylanib ko'rsatish bu eng tasbihchi bu. Havoda qilsak bu nihoyat rahat qilamiz harakatnikini. Abayninki mana ishkinglarning nihoyat maslashalligi tuvandan aylanish. Shunglashqa Abay harakatdimi bir yaxshi ulanmay qolib qoldi, lekin keyindan to'ldadinglar bu. Birinchi qatimda yapmagan harakatni ikkinchi qatimda sizlar to'ldadinglar. Hamda sizlarning mush alayliklarni nihoyat yaxshi jariy qildishinglarni tilayman. Yana birisi mush kiyim-kechakka nihoyat yaxshi kiyim kostyumlarni yaxshi tayyorlab qilibsizlar. Alaylik bo'lish lozim. Mayli qaysi tarafdan. Shuningga bizning Qozog'istondagi moyirlarimizning yana sizlarning texim yaxshi asarlarni talantsakni akilishinglarni umid qilamiz hamda arzu qilamiz. Ishkinglarga men bilet beraman. Rahmat. Eng avval mushu Sabila Jipek yo'li talant sahnesini mushundaq rangdarlikqa, mushundaq xo'shallikqa, yaxshi numur bilan o'zaro raqobatni texim yuqori pallik ko'tagininglarga sizlarga rahmat aytaman. Chunki sizlarning tirishchanliginglar bo'lmasa o'zaro raqobatmi bo'lmas bo'lg'aydi. Raqobat shundaq kuchli bo'yatdi. Popmo ma lazzat, Jandira, sizlarga o'tgan qatim men shundaq yaxshi baholarni bergan, sizlardan bak huzurag'an, bu qatim texmi shundaq bo'ldi. Kiyimlarning soni jiqlabdi, o'rinlashinglarni bay ustozlar degandek hali yaxshi qildinglar. Lekin o'rinlash jihat yana kichikgina bir yangilikqa intilib baqqan bo'lsanglar, mening hozir bilet berishimning o'rni qolmadi. Sizlar baribir keyingi bosqichga o'tdinglar. Mening bir taklifim, kelarki bosqichga kelguncha sizlar bir o'rinlash vaqtida masalan ifodalash jihatda bir yangilikni, yana hayron qolgandek bir yangiliklarni bir o'tirib chiqarib baqqansanlar, texim yaxshi bo'ladi deyman. Mahorat jihatda o'rinlashni yaxshi o'rlabsizlar, ifodalash jihatda Muşunun bir tırış bakıp izin bakkan bulsanlar. Məş bu iki yigitlərinin muş kiyiminglarni kiyip çıqqan vaqtinglarda mən şunda xoş buldum. Çünki sizlərning chiqishinglar, özünglərning addı bulğularını, qilishlarını götürüb çıqqaninglardılar bir yaylaqdiki Batur yigitlərning simasımış sahnada əks etdi. Onun üstüge uçanlar kiygan Qozoq xalqining şu naqqashları qarab turib, oy, özəmninki, dünyanınki degan gap batdi deb degan shunda huzur aldım. Shunda qarab tursam, harakatinglardan sir töpsib turib, qar yorğunun harakatlarini shunda chiroyli ifodalatdinglar, bir hurmat tuyg'um sizlarga bo'ldi. Bilet berishning mening hojatim yo'q ekan. Uning ustiga bu ayol kishi bilan shunda qiran ikki yigitni bir vas musobaqa salsak, nim bo'ldi desa do'stlaringlarmi? Voy, futgan bo'lsang ikki ayolni futdingmi deydi. Ha? Futturib etkensen, hey sen iki oğul, kız ayal kişi futturib ettin o deydi. Doğru mu? Bunu musabık silişinin acıtı yoklu bir iş yok kaldı. Şunu sizlerge ben bilet vermedim. Lekin kilerki qatımlaqmışım sahnede teximi yaxşı numarınlarını görüşünü ümit qiliman. Rahmat. Sizlarni qutlaqlayman, muborak bo'lsin. Sizlar bugungi mushu bosqichdan 3 biletga erishib, keyingi bosqichga o'tib ketdinglar. Sizlarni yana bir qatim qizg'in tabriklayman, muborak bo'lsin.
yuqorida sizlar baholg'uchi ustozlarimiz deb o'tdi. Biz Lazzat korpusidagi mahirlarimizningki bu mahoratlardan xonim qizlarimizning noytaratlik, noyt chevar chaqalligini ko'ra oladigan bo'lsak, bu yigitlarimizningki bu qiyofatlardan, mahoratlardan o'g'illarimizning mardona, jasoratlik qiyofatini ko'rib oldik. Sizlarga opirin. Undaq bo'lsa, baholg'uchi ustozlarimizning degan fikrlarni qabul qilgan asosda texmo tirishib, texmo yaxshi numurlarni olib kelib, keyingi bosqichda o'tib ketishinglarni chin ko'nglimdan umid qilma. Qani, marhamat, omon bo'linglar. Özünge işe saçlık lazımlık talantım Kırık askım yarattın Sihirlendi bu etrafım Özünge işe